Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Biz Farg'ona viloyatining Qo'qon shahridamiz. Qo'qonning eng nima deydi, yuragi bo'lgan joyda, Xudoyorxon saroyidamiz yoki eski til bilan aytganda O'rdadamiz. O'rda bu saroy, ya'ni xonahoq degan ma'noni bildirar ekan. Xudoyorxon 7-avlod bo'lib bu saroyni 1871-yili qurdirgan va mana shu holatda 2 marotaba restavratsiya bo'lgan ekan. Bu Sovet davlati vaqtida va mustaqilligimizdan keyin. Shunaqa chiroyli, hozir mana maketini ko'rib hayron qolishingiz mumkin. Shunaqa xonliklarimiz bo'lgan. Shu davlat, shu boshqaruv yana davom etib zo'r bo'lib ketishlik nasib qilsin hammaga. Juda chiroyli. Qandalarni narsalarni chiroyli. Qizilda bo'lsangiz o'chadi. Qo'qon o'rdasi.